Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga sentyabr va oktyabr oylariga yangi qabullar e'lon qilingan, shular haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Narxlar qanday bo'ladi, sharoitlarimiz qanday bo'ladi, safarimiz necha kunlik bo'ladi, shular haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Toshkent, Namangan va Farg'ona va Andijon viloyatlaridan to'g'ridan-to'g'ri reyslarni mana shu Centrum Holidays bilan safarda amalga oshirish imkoniyati bor. Tanlov o'zingizda. Videoni oxirigacha ko'ring va videomiz yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, yaxshi niyatda umra ziyoratiga ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan bormoqchi bo'lsangiz, kommentariyada niyat qildim inshaalloh mana shu tur firmadan boraman deb kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Hoji aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Hoji aka, hozirgi kunda safarimiz necha kunlik va qayerlarda bo'ladi? Shular haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tsangiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizda safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, Madinadagi gastitsamiz oraliq masofasi 100-150 metrda. Xo'p, Makkadagi gastitsamiz oraliq masofasi 800 metrdan 1 kilometrgacha bo'ladi, xudo xolasa. Demak, bemalol yoshlarimiz, misol oyog'ida kuch-quvvati borlar, piyoda ham borib kelish imkoniyati bor. Albatta. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda ishonchli va garantiyali tur firma axtarib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joyingizni bron qilishingiz mumkin. Xo'p, Hoji aka, hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz bor? Xo'p, hozirgi sentyabr oyiga Farg'ona, Namangan, Toshkent xalqaro aeroportlaridan reyslarimiz bor. Andijon viloyatida reyslarimiz batamom to'lib bo'ldi. Unga odam ola olmaymiz. Oktyabr oyiga bemalol boradiganlar bo'lsa, telefon qilsa bo'laveradi. Oktyabrga joylarimiz bor. Xo'p, Farg'onadan 30-sentyabrga joyimiz bor. Xo'p, Namangandan 23 va 28 kunlariga reyslarimiz bor. Xo'p, Toshkentdan esa har kuni reyslarimiz bor, bemalol telefon qilishaversin. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, sentyabr oyida, ya'ni kunda-kunora reyslar bor. Ya'ni Farg'ona, Toshkent, Namangan reyslari bo'yicha primoy to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz amalga oshirilib boryapti. Joylar soni chegaralangan, albatta hoziroq o'z joyingizni bron qilishingizni so'rab qolamiz. Hoji aka, gastitsa sharoitlarimiz qanday bo'ladi? Ya'ni taomlarimiz qanday bo'ladi? Shular haqida ham ma'lumotlar berib o'tsangiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, bizda 14 kunlik umra safarimiz mobaynida 11 kun Makkada, xo'p, o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Albatta gastitsalarimiz 4 yulduzli bo'ladi. 5 mahal avtobus xizmatlarimiz ham bor. Xo'p, Madinada esa 2 mahal obed ujunimiz bo'ladi. Xo'p, Madinada ham xuddi shunday o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Xudo xolasa. Demak, sharoitlarimiz juda ham zo'r. Juda ham chiroyli. Bundan tashqari 50 boshlarimiz shu yerdan birga ketishadimi? Albatta. Aeroportdan billa borib 14 kun mobaynida ziyoratchilarimiz bilan billa qaytishadi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring. Albatta siz ham joyingizni bron qiling. Quyidagi raqamlar Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali ham musofirda aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bemalol murojaat qilishlari mumkin. Xudo xolasa, Hoji aka, oliyjanoblardan chiqyapmiz desa, bonus chegirmalar bo'ladimi aka? Qilib beramiz. Qilib beriladi, xudo xolasa. Hozirgi kunda Hoji aka narxlarimiz qanday? Ya'ni sentyabr oyiga narximiz qanday va oktyabr oyiga narxlarimiz qanday bo'lib belgilandi? Xo'p, sentyabr oyiga Farg'ona, Namangan, Toshkentdan $975 dan. Xo'p, oktyabr oyiga ham qabullarni ochiq deb e'lon qilamiz. Qabullarni boshlaganmiz. 10-oktyabrgacha $1050 dan telefon qilishaversin. Xudo xolasa. Ya'ni $975 dan sentyabr oyicha Farg'ona, Namangan, Toshkentdan va oktyabr 10-siga qadar o'sha to'rala viloyatdan bor. Bemalol telefon qilsa $1050 dan beriladi. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'rdilaring, tanlov o'zingizda. Biz hozir Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasida siz obunachilarimizga yangiliklarni ulashib boryapmiz. Albatta obuna bo'lmaganlar obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada o'z fikringizni qoldirishni unutmanglar azizlar. Hoji aka, sayohatlarimiz qanday bo'ladi? Xo'p, sayohatlarimiz umra safarimizda 14 kunlik safar mobaynida, xo'p, Madinadagi va Makkadagi ko'plab sayohatlarga, ziyoratgohlarga, hattoki Qizil dengiz, uni qo'shimchasiga Toyib shahriga ham ziyorat qilamiz, xudo xolasa. Demak, bir varakaga 2 marta umra qilish imkoniyati bor. Albatta. Ya'ni Toyib shahriga sayohatlar bo'lsa. Xuddi shunday. Bekami ko'z, hamma sharoitlar juda ham zo'r, xudo xolasa. 50 boshli davomida
har bitta ziyoratlari, tavoflari faqat 50 boshi bilan bo'ladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Demak, bu paketimizni standart plus paketi desa ham Albatta, bo'lar ekanda, Xudo albatta. xolasa. To'ppa-to'g'ri. Tenglashaverar ekan. Hurmatli obunachilar, albatta sharoitlari zo'r. Gostinitsalar, 4 yulduzli gostinitsalarda umra ziyoratiga ota-onangizni va o'zingiz oila a'zolaringiz bilan bormoqchi bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqing. Biz tavsiya beramiz. Tanlov o'z qo'lingizda. Do'stlar, bizni kuzatib boringlar. Agarda yana ham to'liqroq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Butun O'zbekiston bo'yicha xizmatlar amalga oshiriladi. Endi Hoji aka, to'lov masalasini ham bir obunachilarimizga yetkazib ketsak, albatta. to'lov masalasi qanday bo'ladi? Xo'p, to'lov masalalari, xo'p, masofadan onlayn xizmat ko'rsatamiz. Telegram orqali bizga Zagram pasportlarini tashlab berishadi. Xo'p, biz ularga Centrum College bank shot raqamlarini tashlab beramiz. O'zlariga eng yaqin bo'lgan bank filiallariga borib to'lovlarni amalga oshirib, bizga o'sha to'lov qilingan summani chekini tashlab bersa bo'ldi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring ko'rdilaring, bizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa, bizni kanalimizda hali bundan-da zo'r yangiliklar davom etadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oliy janoblar kanalidan aslo yiroqlashmang. Hoji aka, sizga ham rahmat. Rahmat, Sog' bo'linglar. Rahmat.